Bu Spark difuzorimiz, bu radiator esa Nexia'ning radiatori ishlashini ko'rib o'tamiz. Mana. Dahshat. Bu Nexia avtomobilining o'zini radnoy difuzori, bu radiator esa Nexia'ning radiatori. Qani bunda ko'rib Sparkdagidek ko'taralarmikin? Yo'q, bu difuzorda unaqa funksiya ishlamaydi. Ko'rib turganingizdek, qo'limda ikkita difuzor bor. Bu Nexia bir avtomobilining o'zini radnoy difuzori. Nexia 1.6 da ko'proq chiqadi bunaqa parraklik. Bu esa Spark difuzorimiz. Videoni ko'rganingizdek, Spark difuzori juda ham kuchli so'radi. Lobslari juda katta bo'ladi. Nexia bir avtomobilida konditsioner o'rnatilganligi hisobiga bu issiq kunlarda juda ham tez qizib ketyapti. Shuning uchun ko'p haydovchilardan berilayotgan savollardan bittasi Nexia 1 ga qaysi difuzorni qo'ysak juda ham yaxshi tushadi deganlar uchun Spark difuzori. Bu juda ham zo'r sovutish, tez hamda radiatorni qoplab turishini ko'rib turibsiz. Deyarli radiatorni yarmidan oshig'ini 80-90% ni yopib turibdi difuzor. Bu Nexia 1 ning o'zining difuzori esa ko'rib turganingizdek yarmi 50% ni yopib turadi. Havoni yaxlit so'rmaydi, radiatordagi havoni yaxlit so'rolmaydi. Shuning uchun Spark difuzor qo'yishingizni maslahat beramiz.